Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumdayin kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak, men esa sumak. Qanday otib qahqaha. Qahqaha, qahqaha. Ha, hozir yana bitta joyga jo'nashni borib kelmoqchi edim. Bo'shdachi? Bunimi? Ha. Mana. Ha, tok yo'q ekanda. Endi o'g'lim, men seni mana uying tezroq bitsin deb harakat qilyapman. Mana tuproqlarni yoyib, suvini qilib, loy tayyor. 4 soatdan suv solsang, loy tayyor. Nasib bo'lsa, mana shunda yashaysan o'g'lim. Ikkalamiz qo'shni bo'lamiz bir-birimizga. Mana bu mehmon kutadigan zaling bo'ladi bu. Buyurma. Ha. Mana buning yotoqxonang bo'ladi o'g'lim. Umi. Ha. Mana senga ikkita uy. Xudo xolasa. Bolalarim qayerda yashaydi? Nima? Bolalarim qayerda yashaydi, dada? Tavba. Sen bolalaringga uy qilib berishim kerakmi? O'zing qilib berasan bolangga uy. Mana men senga qilib beryapman-ku. Tavba qildim, buni gapini qara. Menga qara, bitta andoq qiladigan, bitta andoqni topish kerak. Ishini tezroq andoq qilish kerak. Havo sovib qoldi. Yering qani? Borib bitta choylarga chiqqinda, tez bor. Tez bor, choylarga. Menam niyatim shunday boray qaytib kelaman, dada. Bo'lmasam, go'shtlar aka qo'y go'shti, yana bir qozon ko'p qilsin. Pulam ishkadi ekan. Bor, yana pulog'inda 1 kilo qo'y go'shti olib kel. Qozon ko'p solsin-da, bir qozon ko'p yeymiz ekan. Dada, yana qozon ko'p yeysizmi? Dada, nima qilasiz qozon ko'p yeb? Og'ir ovqat-ku, dada. Sizni yoshingizda yengil yaxshi ovqatlarni yeyish kerak. Mana dada, kecha internetda o'qib qoldim. Odamzod uchun eng koni foydali, yengil, halol ovqat qaysi ovqat ekan bilasizmi? Qaysi? Baliq ekan. Baliq aka? Ya, men choy tashab ketdi, keling, damlab ketdi. Yur. Baliq aka? Ha, baliq ekan. Ha. Kelinglar. Ha, baliq ekan. Kelinglar. Baliq ekan. Ha. Gapir endi. Qani, nima bor ekan baliq tarkibida? Baliqnimi? Tarkibida fosfor bor ekan, kaliy bor ekan, kalsiy bor ekan, ki mana raxit kasalligiga qarshi vitaminlar bor ekan, revmatizm kasalligiga qarshi vitaminlar bor ekan. Yana eng bitta zo'r tomonini aytaymi? U odamning aqliy faoliyatini o'stirar ekan. Yo'q-e? Aqliy faoliyatini o'stirar ekanmi? Ha. Bo'lmasa enangga yedirishimiz kerak ekanda. O'zingiz ham haftada bir yeb turishingiz kerak, dada. Ya, o'zi oilaviy yeyishimiz kerak. Haftasiga 2 marta. Mana enang menga turmushga chiqqan paytda aqli qanday bo'lsa, Xudoga shukr, hozirgacha shunday turibdi. Qotib qolgan. Umma o'zgardi. Enam eshitib qolmasin. Kelaver. Abbo, muloyim og'riq kelyapti, yana nima deygan bu? Assalomu alaykum. Keling, ixtiyor aka. Yaqinda kuzdashyapsan-ku. Yaxshimisan, sog'liq Yaxshimisiz? Rahmat. Nima qilib o'tiribsan, jo'ra? Bugun choyxonamiz bor. Jo'ralarni o'tiramiz-da, bugun dam olish kuni. Bugun choyxona bormi? Ha? Menga qara. Menda bitta taklif bor jo'ra. Xo'sh. Shu kibir bugun bir mazza qilib bir baliq yeylik. Ha, Ana, hozir bozorga boramiz. Sen tanlagan baliqni olamiz-da, shunda choyxonaga boramiz, choyxona qovurib beradi-da. Mazza qilib yeymiz. ixtiyor aka. U qanaqa baliq u bozorda balig'i? Ko'ldikimi, qo'lda boqilganmi, daryonikimi bilmaysiz-ku. Hozir nopok yo'llar bilan baliq boqadiganlar ko'payib ketgan. Dadam aytmoqchilarki, shuni Shoshma, shuni men aytyapman-ku. O'zim aytay shuni. Men shu gapni aytmoqchi edim senga.
bozorga borasan. Qayerda katta bo'lgan u baliq. Keyin narxi ham 6 kallasi. Qimmat. Undan ko'ra o'zimiz daryo bo'yiga, tabiat qo'yniga chiqsak, o'z qo'ling bilan ushlasang, o'zing qovursan, ozginasini kuydirib, ozginasini pishmay qolib, o'sha mazza emasmi, jura? To'g'ri aytasan. Tabiat qo'yniga borib, baliq tutib o'tirsang, asablaring joyiga tushadi-da, miyalaring dam oladi, do'stim. Esingdami? Ey, yoshligimizda daryoga tushib, baliq ovlaganlarimiz. Qanday mazza qilardik? Ana shuni bir qaytaraylik demoqchiman, deydi. Ha, mayli, xo'p, boramiz u yoqqa. Qarmoq kerak bo'ladi, qozon kerak bo'ladi. Qayerdan olamiz, jo'ra? Ixtiyor aka, bizda hammasi bor. Mana dadam har zamonda qarmoqchilarni ko'tarib baliqchilarga ketadi. Baliqchilarga ketadilar. Lekin baliqsiz qaytib keladilar. Aynasan gapirma. Bor, qarmoqni olib kel. Yugur. O'shalar tayyorla. Tez bo'l. Bo'ldi. O'tinni ham yig'. Bo'ldi. O'zing ham borasan. Albatta, men bormasam baliq olib bo'ladi. O'tin tagiga, qozon tagiga o'tin yaqib yurasan. Nimani tagiga? Qozon tagiga. Ha. Tez bo'l. Tez bo'l. Shirinboy ham kutib qoldi. Yur. Bo'lmasa bo'ldi, turaylik. Erta kunda kech qilmaylik. Qani? Alloh. Men qara. Bugun mazza qilib bir dam olamiz. Yaxshi. Erta kunda kech qilmaylik. Bo'ldi. Kel. Yo'q. Bolta! Bolta qani bolta? Orqada hech kim yo'q. Bolta mashinada o'ding-ku sen. Bolta mashinada? Qani yo'q-ku? Mana soldim-ku boltani. Na mashina turibdi bolta. Ha dada. Nima men tashlab ketdinglar? Ixtiyor amaking bolta mashinada deganiga haydavardimmi, ya? Nimaga mashinada bolta deding? Mana boltani soldingmi deding, mana. Soldim. U bolta bilan meni farqim borki dada. Keldan qursin. Ay bu sizda. Normal ism ham qo'ymagansiz menga dada. Nima qildim men dada? Nega urasiz? Ovqatingni chalpillatmay ye. Xo'p. Nega urasiz dada? Chapillatmay yeyman-ku. Boya chalpilab yegan esimga tushib ketdi-da. Ye.
Ixtiyor, ko'rdingmi? Dam olishga chiqqanimiz zo'r bo'ldimi? Mazza-ku. Havoni qara tozaligini. Oh, toza havo tanga davo. Voy, baliq suvni tiniqligini qara. Daryoning suvini tiniqligini qara. Voy, baliqlar aytmaysanmi? Top toza, halol. Sen bo'lsang bormaymiz. Bormaymiz choyxona, kafe deysan. Kafeingni baliqdan, daryoni balig'i shirin bo'ladi. Ey do'stim. Oh, toza havo tanga davo degan nafas olib qo'y, o'pkang to'ldirib. Ye, tortyaptimi? Ixtiyor, qara buni, ko'ryapsanmi? Mana meniki ildi, senikichi ilmayaptimi? Ushlayla buni. Bolta, tozala o'g'lim, qozonga sol buni. O'ylasam, shu dilbarim makkoriga o'xshaydi. Voy, qaranglar. Voy, qiynalib, bu qarmoqni o'sha baliq tutaman deb turibsan. Men o'z qo'llarim bilan qarmoqsiz tutdim. Ana qirg'oqdan. Mana. Balig'ing o'lik-ku bu. O'lik baliq kimga kerak? Shoshmam deqi. Ko'zi ham yumuq. O'qimaganlar. Sizlar qaydan ham bilardinglar? Baliq kunduz kuni uxlaydi. Bu kechqurun uyg'onadi. Hidi ham bor buningda. Bor. Menga qaralaring. Hidi bor. Kechqurun uxlaganda nima qilayotganliklarini bilasizlarmi? Yo'q. Bu ham bilmayapti-da. Bilmay nima qilsa qilib yotibdi. Boringlar, qozonga tashlayman. O'zi har hafta mana shunaqa tezsiz o'tirib turishimiz kerak biz. To'g'ri. Mehr ko'zda deydi. Menga ruxsat endi, men uzoqroqqa boraman. 2 soat yurishim kerak. Sizlar yaxshi dam olinglar. Ruxsat beraylik. Xotirjam. Alloh. Yaxshi yetib olgin. Xo'p. Mayli. Mana o'tgan hafta biz yig'ilolmadik. O'tira olmadik. Bu ishim bor edi, bu ishim bor edi. Tezsiz o'tdi. Siz yaqin ko'chib keldingizmi, domoningizmi? Yaqinda. Alo? Vaalaykum. Har hafta choyxona qilib turar ekanmiz. Pul? Qancha? Mayli. Joyini bilar ekansizku pulni. Olavering, mayli. Bizni davrimizda bir mazza qiling. Nima? Singlingiz to'yiga? Olavering. Qancha kerak bo'lsa oling. Bo'ldi. Rozi bo'lsangiz bo'ldi. Nima? Tilla halqa? Bemalol. Tilla halqa olasiz. Tilla o'zingiz ko'nglingiz nima tusasa olavering.
Ya, pulni joyini bilar ekansiz-ku. Bir mazza qiling. Ha, bo'pti. Ha, Kechirasizlar, telefonim qolib ketibdi. Yaxshi dam olinglar. Yog'ingni ko'proq qo'y. Men ham katta baliq tutdim. 3-sini. Balig'im katta ekan, qochib ketib qoldi qarmoqdan. Ana baliq. Hey, tabiiy toza baliq. O'zing ham ke. Ke o'g'lim, ke. Tez ke. Qani dada, marhamat, boshlang. Boshladik. Qani. Alaykum, hormaylar. Yo, alaykum assalom. Keling aka, keling. Assalomu alaykum. Bu hammanglar yig'ilib bu bayrammi deyman? Ha, ulfatlar bilan bugun yig'ilib toza havoga chiqib bir dam olib, daryoni toza balig'idan bir mazza qilib baliq ilaylik deb chiqdik. Keling uka. Ey, nasibangiz bor ekan. Qani, o'tiring. Joy bering. Qani, rahmat. Men bu baliqdan yemayman aka. Nega? Bu yonimizda xim zavod bor. 1 metr katta qozonni yuvadi mana shu daryo suviga. O'sha qozonni yuvgandan keyin hamma baliqlar zaharlanib qolgan. Shu desangiz, o'tgan yili mana shu yerda bir tanishim shu baliqdan tutib yeb juda og'ir kasal bo'ldi. Zaharlandimi? Zaharlandi. Katta shifokorlarni o'rtaga solib zo'rg'a tirik qoldi. 6 oy deganda mana sal oyoqqa turdi, hozir ham nogiron bo'lib qolgan. Har yil o'sha zavod katta qozonni mana shu daryoga yuvadi. Sizlarga maslahat berman baliq deyishdi. Zaharlanib qolmanglar yana. Men yemayman bu baliqdan. Ana senga. Tabiiy daryoni balig'i. Endi nima qilamiz, jo'ra? Kelib shu odam gapga ishonib o'tiribsizlarmi? U zaharlangan odamning o'zining sog'lig'iga mazasi yo'qdir. Yo bo'lmasa immun pastdir. Ixtiyor, bizga hech narsa qilmaydi. Yeymiz, ha? Oyla qani, boshla. O'zim ham aytdim. Boya qirg'oq yuziga bitta baliq o'z-o'zi chiqib qolgan ekan. Men yemayman. Sizlar yesanglar bemalol. Dada, biz ham yemaymiz. Biror narsa bo'lib qolsa nima qilamiz keyin, dada? Hech narsa qilmaydi. Yeymiz. Ixtiyor, boshla. Yechi. Agar senga hech narsa qilmasa, biz ham yeymiz. Bitta taklif bor. Hozir men baliqdan itga beraylik. Agar itga hech narsa bo'lmasa, keyin biz baliqni yeymiz. Kallang zo'r ishladi. Ey, bir ishlaydi, zo'r ishlaydi. Men ozgina berib beraman. Turqan. Qo'ying. Ketib qoldik endi, nima qilaman? Nima qilarding? Yugur orqasidan. Kuzatib bor orqasidan. Qani qayerga bor? Nima bo'ladi? Biror nima bo'lsa, kelib bizga aytasan. Bor. Ha, bor, chop. Yugur. Chop. Yaxshi o'tiribsizmi? Qani. Mana buyurtmangiz. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Sog' bo'ling. Shoshmang. Mana qarang. Xizmat? Mana bu nima? Ha? Nima bu?
Bumi? Ha? Nima bu? Bu haligi bu Ya bu haligi emas bu. Bu pashsha bu. Hasharot. pashsha emas bu. Nima bo'lmasa? Bu haligi piyozni kuygani-ku bu piyozni kuygani. Oshpazimiz yoshda yaqinda ishga oldik. Tajribasi kam. Sal piyozni kuydirib yubordi-da aka. Pashsha emas bu. Boshimni qotirmang. Qani, rahbaringizni chaqiring. Tez bo'ling. Hamma joyi ostin-ustin qilaman. Bo'ling tez. Chaqiring dedim. Xo'jayin, Nega tashlayman? Siz rahbarmisiz? Ha, menman. Assalomu alaykum. Bu umumiy ovqatlanish shoxobchangizni nazoratga olsangiz bo'lmaydimi? Nima bo'ldi? Nima bu holat? Nima kamchilik? Ya, ovqat buyurtma qildim. Ichidan pashsha chiqib o'tiribdi-yu. Yo'q akajon. Qarang, bironta pashsha ko'ryapsizmi? Bironta pashsha yo'q. Pashsha qayerdan chiqadi? Bu piyozni kuyganidir. ha mana shunday deyapman. Piyozni kuygani bu. Ishonmasangiz yeb ko'rsataman. Men pashsha yeyotgan odamga o'xshayman. Aytdim piyozni kuygani dedim. Piyoz kuygani bu. Uzr akalar, uzr. Ishdan charchab chiqqandim, ko'zimga ko'rindi shekilli. Oling, oling. Xo'p. Uzr. Ovqat olishda yaxbiyarga qarasang bo'lmaydimi? Seni deb bugun 7 ta pashsha yedim. Agar menga biror narsa bo'lsa, o'zingdan ko'r. O'zingdan ko'r. Nima bo'lsa bo'ldi. Qornim tatalab ketdi. Boltani kutishga toqatim yo'q. Mana shu balig'i yeyman. Hamma ayb senda Tesha. Ertalabdan beri hech narsa yemadim. Qornim piyozni po'stlog'i bo'lib ketdi. Menga qaranglar. Ey, yoshligimiz eslaringdami? Paxta terganimizda samolyot ustimizdan dor sepib o'tib ketardi. To'g'rimi? To'g'ri, Kimga nima qildi? Hech kimga hech narsa qilgan yo'qmi? U samolyot sepgan dorini oldida bu zaharlangan balig'ing cho'pig'a. Ha? Ustiga 50 gram urib beramiz. Tamom. To'ppa-to'g'ri. Qani, Boshladik. oldik. Mana bu Boltovoyga. Qani, men boshladim. Oyna. Yo'q. Ana. Ana, boltayam Keldingmi bolta? It qochib ketdimi? Ha? It qochib ketdimi? Yo'q, qochib ketmadi. Ha? It o'lib qoldi. Nima?
Ha? Nima? Balig'imni bering, Nima, sen ham iching zaharlash xohlayapsanmi? Joningdan to'ydingmi? Nega zaharlanaganim? It o'ldi deyapsan-ku. Itmi? Ha? Ha, o'ldi. Moshin bosib ketib o'ldi. Moshin bosib ketib o'ldi. Ha, bering balig'imni bu yoqqa. Purraymi? Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Kechagi yigit u bizga xizmat qilgan yigit-a? Oyog'i choqqa yigit-da bu. Zo'r xizmat qiluvdi. Bugun ham bir xizmat qilgan jiyan. Xush kelibsizlar. Nima xizmat? Bizga xuddi kechagida 100 grammdan aroq, eksikdan shashlik olib kel. Kechagi aroqdan tugab qoluvdi. Bo'lmasa boshqasidan olib kel. Boshqasi bor-u, sal qimmatroqda. Qancha? 100 grammi 30 ming so'm. Hu? 30 ming. Unda qilasan. 50 grammdan aroq, eksikdan shashlik olib kel. Bor. Bo'ldi. Shoshma. Burraymi? Ko'zingni qo'lib tiqib olaymi? Yo'q, odam masakasan sen. Buni gapga quloq solma. 100 grammdan aroq, bir siq shashlik olib kel. Bor tez. Hop. Bu yerga sen qorning to'yg'izgan kelganmisan? Uyingda yeysan ovqatni. So'lamaman seni. Hamma senida bo'ldi. Kassisi bor, fosfor bor, haftada bir marta yeyish kerak, baliq yeyish kerak edi. Nasibangiz ulug' bo'lsin. Ko'plar meni yaxshi taniydi. Men siz bilgan o'sha tishaman. Ikki gapning biriga oshna. Tuxumda yana kulgu qo'shaman. Ergashib men dadamga doim kuldirishga beraman ko'mak. Hech ajratib bo'lmas bizlarni. Dadam tuvak, men esa sumak. Qanday otib, qahqaha.